Mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bek qiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Assalamu alaikum aziz Uyg'ur millatim, yaxshimisizlar? Men vatandoshlar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2024-yili 11-oyning 9-kuni shanba. Aziz vatandaşlarım, bugün biz bu leksiyamizni başlaştan burun bizning izchil turda davomlashtirayotgan bir markaziy hukumat qurish va uning asosiy qonunlarini tuzib chiqish haqidagi bu leksiyalarimizning davom bo'lganligi uchun bugun men oldi bilan qonunning moddalarini tushuntirishdan burun asosiy qonunning ne kadar muhim bir davlat uchun ne kadar kuchlik ve ne kadar zürür bir kanun işgalliğini anlatışını layık gördüm. Mesela biz Peres Kıpakaylı burunki ilgirki Uygurların tarihini demey, şu 33. yılı ve 44. yıldaki iki kıtımlık kurulan Cumhuriyetimizle misal alsak, eğer biz şu Cumhuriyetlerimiz kurulgan çağda kuruluştan burun şu Cumhuriyetlerinin eğer meclisi bo'lgan bo'lsa, xalqning ve umumi fuqarolarning o'rtaq e'tirof qilgan bir asosiy qonuni bo'lgan bo'lsa, ishonimizki bu ikki qitim qurilgan davlatlar hozirgacha yashagan bo'ladi. Undaq desak, ko'plagan qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz bunun qo'lida Rossiyaning qo'li bor, Yevropaning qo'li bor va hokazo degandek bir qanchalagan sebeplerini gösterişi mümkün elbette. Lekin şundaktı bu, haqiqiy bir ideologiya ve bir bütün asasi kanunga tayangan bir devlet kurulgan bolsa, o halda onunla kim rehberlik kılmışsın? Haqiqiy müstakillikten ibaret şu zemin haqtalab ve özüge taalluk bolgan şu ana toprak, ana vatanini hiç qandaq bir kuchning boshqarishiga tapşırmagan yoki ozmagan bo'ladi. Onun için asas kanun ve milletning bir ideologiyaga tayinishi bek muhim. Şuna bu vatan mening vatanim. Meningda boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan mana shunday kuchli bir ideologiyaga milletimiz tayanmag'i ve intayin mukammel, nihoyatda kuchli ve intayin etraflık, müstehkem tüzülgen bir asas kanunga tayanmaga lazım. Onun için biz asasi kanununu tüzüp, halkımız herkaysanızlarının körüp çıkışını sunuvatımız. Bu digellik, biz bu kanunu vakit hükümet tarafından tüzüp bikitip etmeyimiz. Bunu oldu bilen silahının körüp çıkışınlarga, onun dikin halkımızdan bir taldan taşlap, bilet taşlaş arkalık saylap çıkan bir reisi, ve o arkalık meydana gelgen bir merkezi hükümet vücutga kelgan chig'ida andın bu hükümetin meclisi bu kanunlarni qayta qarab chiqib shu bo'yicha qabul qiladi yoki o'zgartib ishlatadi. Unda bo'lsa tashqi dunyoda zodi vatanimiz tegi dushmanning mustamlikasi ostida turayotgan bu sharoitda nima uchun bu asosiy qonunni tuzish uchun muhim deymiz? Biz yuqorida o'tib ketgandek, asosiy qonun bir davlatning qanday bir davlat ekanligi, qandaq bir hakimiyet bilen başkurulduğanlığı, fuqarolarning hak-huquqlari, devletning ust qurilmasi, tashqi dünya bilen ilip bardığan diplomatik münasebetleri, kanun bilen siyaset bilen adliye mahkemelerinin o'rtasidagi farqi ve dinning farqlari deganga o'xshash nurg'un qismlarni o'z ichiga oladigan astoydil bir kanun bulup, bundak bir kanunga tayangan çığımızda, gerçi memleketimiz hazır Xitayning komünist hakimiyeti ve onun kanunsuz köşmeler tarafından monopol kılınıvatkan bolsa mu, biz tashqi dünyada konumuzdan keldiğen imtiyazlar bilen hazır bir mükemmel asasi kanunu tuzish orqali ikki cho'ng maqsadga yetimiz. Birisi, tashqi dunyoga, yani xalqaraga, Uyg'urlarning yaqinda aslik keltirdigan bu davlatining qanday bir davlat ekanligini anlatamiz. Qaysi xil şekildeki bir devlet kurumuz. Fuqarolarning hak huquqlari qanday bo'ladi? Dünya tinchligiga qanday hissa qo'shimiz?
ve fuqarolarimizni ve vatanimizni tashqi zo'ravon kuchlarning besimlaridan, suiqastlaridan qanday qo'g'daymiz deganga o'xshash mana bu shundoq bir yurish intayin mukammal asos qonunni tuzib yo'llagan chig'imizda bizning xalqaroning yaqin kelgusida eslik keltiradigan davlatimiz haqida bir hukmga ega bo'lgan bo'ladi. Ya'ni hukmga ega qilgan qilamiz. İkincisi şu 33 ve 44. yıllar yüz bergenge o'xshash biz hech qanday bir asosiy qonunga tayanmay bunday bir davlat ve onu boshqarish ishlarida tamtirab qolmaymiz ve onun rahbarlik o'rniga mayli kim chiqmasin bir mükemmel ideologiya ve asas qonunga tayangan bo'ladi. U holda biz xatolaşmaymiz. Onun için asas qonun bek muhim. Mesela bu qitimki Amerika'nın muşu 11. ayının 5. günü seyşembe günü ilip bağlan sayılımını misal alsak, bunundaki asas kanunun rolünün qanchalik çoğuluğunu anlatmakçı ben. President-elect yani prezidentlik saylangan Donald J. Trump efendim bu qitim Amerika'nın 47. prezidenti bulup bekitildi, saylandı. Ama bu kişinin muşu namzatlığını körsatkendan tartib hazırgıcı bo'lgan bu jarayonda hazırki hakimiyet beşi turayotgan Demokratlar Partisi ve Biden hükümeti ve onun justice sistemi, adliye organları nayt güçlük bu kişinin namzatlığı ve prezidentlik bo'lishga qarshi turib ko'plagan jinoyatlar bilan bu kishini ayblashga tirishdi. Mesela New York State'ning sudi Prezident Donald J. Trump'a cemi 34 xil cinayetini artıp, cinayetlerini eyplep ve şu New York'taki yerlik halk içinden zastatil yani jury teklif kılıp sud resmi kanunluk şekilde ilip verilip Donald J. Trump efendim 34 xil cinayetlerin resmi eyplendi ve cinayet çıkılıp bekitildi. Prensip boyunca yani her bir cinayet için 4 yıl salırsak, onu 34 köpeysek, 136 yıl kesiliş ihtimali var. Ama New York State'ninki bu kıldaki cinayetlerge verildiğin cezası en az olganda 20 yıl bo'lişi mümkündü. Ama halk meyli qanchalik bu namzatni to'sishga, hatta bazı state'ler Trump'ның öz state'ide prezidentlik sayılımını elip verişini çeklemek için buldu. Nim bo'lishdan qat'iy nazar ana aşkındaki nurgun cezalar ve nurgun sot qayta içilgan köpligen sotlar ve onun üstüge yüklengen nurgun cinayetler qancha köp taraf qilgan siri millet texim ruhlanıp bu Amerika'nın fuqaralari yok. Asası kanunda bu kişinin yani Trump'ның prezidentlikka namzat bo'lişi cheklanmaydi. Çünkü asası kanunda bir kişinin namzat bo'lishinin cheklanishi uchun u çokum ilgiri devletni parçalash ve devlet hakimiyetini yıkıtışdak çoğun faaliyetlerge qatnaşkan cinayetler ayıplense o halda belki bunda kişinin namzatlığı itiraf kılınmaslığı belki saylamgımı düşürmesi mümkün. Onun için birinci ayının January 6'deydi bular. Birinci ayının 6. gündeki Amerika'nın Capitol Hill'e karşı Trump'ның kolluğucuları berip işlerini çıkıp intayin çok önemli bir kup yine bir şekli özgergen kozgalan kötüydi. Onun için Trump'ni bu Demokratlar Partisi ve onun adliye sistemleri bu cinayetlerini eyipleşke qancha köp tirishgan bo'lsa mı onundan g'alaba qilolmadi. Şunun bilan xalq biz namzatlığını ko'rsatgan bu şahsni biz bahalaymiz, biz bekitimiz, biz saylaymiz yoki biz qoldiramiz. Hech kimning aralish huquqi yo'q deb o'zlarining asosiy qonundagi bu muqaddas huquqlarini ching tutib turib, bu qitim 11. ayning 5. kuni intayin butkul dunyoni hayron qoldirgan darajada 270 nomer bilan tutadigan bu saylamda Donald J. Trump efendim hazır 290 netice hatta 300'den eşip getiş ihtimali var. Muşu prezident saylamlarda uyak bu yakka eğip durduğun 7 tane state bulup hazırki ahvaldan qaraganda bu 7 state'nin hemmesi degidek Trump efendimnin
ovoz berib, Trump efendimning buni yengish ehtimoli intayin cho'ng. Asosiy jihatdan yengib bo'ldi. Demakchi o'g'imiz, mana asosiy qonun degan bu. Xalqning saylash va saylanish huquqi degan bu. Bizning xalqimiz baxtga qarshi bir asr va uningdan chiqaroq vaqt o'zining saylash va saylanishdan iborat. Bundaq bir muqaddas huquqini ishlatib bakmagan bo'lg'achqa, o'zlarining qo'lida naqadar kuchli bir angushlarning borligini bilmaydi. Uning uchun tashqi dunyoda o'zlariga vakolatan da'vo inqilob kurash ilib berayotgan tashkilotlar va qandaqdir bir qancha odam intayin siyosiy bang'oshlik bilan bir yerga yig'ilib 5-10 odam 20-30 odam birlashib birdan qurib olgan 5-6 bo'linib ketgan mushu hukumatlar ustidan davomli norozilik bildirib kelyapti. Asli bundaq norozilik bildirishning o'rniga xalqimiz yuqorida biz degan saylash va saylanishdan iborat. Bundaq bir muqaddas huquqini to'nigan va uni ishlatishni bilgan bo'lsa, bularning bu xildagi harakatlarga qarshi turgan ve aldığını olgan bo'ladi. Uning uchun mayli tashqi dunyoda yuzlarcha, 200larcha tashkilotlarimiz olsun. Buningga ruxsat. Tashkilotlar mayli o millatning madaniyatini, urf-odatini, ba'zilari tamoqlarini, ba'zilari kiyim-kechaklarini, ba'zilari musiqalarini ishqilib shu Uyg'urlarga oid tashqi dunyoda Uyg'ur millatini to'ldirgan har qanday faoliyatlarga aktiv ovoz qo'shish uchun tashkilotlarni qursa bo'ladi. Bunun azıcık buluşu mühim emas. Ama bir devletinin iki yoki ondan artık hükümeti olmaydı. Bir devlette birli hükümet buludu. Endi partiyalar almışıp devlette vazife öteydi. O deganlik mesela Amerika'da Demokratlar Partisi, Republikanlar Partisi, Independent, Müstakil Parti degende birkaç partiyalar var. Başka devletlerde şundak. Bizden devletimiz mi? Kelgüsüde köp partiyelik devlet buldu. Ama buna birli vakitte iki partiye birleşip devlet başkurmaydı. Mesela Amerika'da mı 4 yıl demokratlar başkursa, 8 yıl Republikanlar, yoki 8 yıl demokratlar başkursa, 4 yıl demokratlar degendek olmuşup devletini başkurdu. Bularning namzatları sayılıp çıkan çığda, mana bu şundak bir prezident bo'lgan kishining 2 qitim sayılış huquqi var. Trump efendim ilgili 2016 yılı bir sayılınıp 2020 yılı saylanıp tutup koygandan keyin bu kişinin yeni 4 yıl prezidentlik çepiş hukuku bo'lg'achqa bu qitim yana chapdi. Endi mushu Amerika'nın asli asosiy qonunida prezidentlarning faqat 2 qitim chepish haqidagi qonun yo'qdi. Lekin bular 1951 yılı 2 ayının 27 günü asosiy qonunga qo'shimcha 22 bir amendmentni bekitib, uningda Amerika prezidentligi fakat 2 term, 4 yıldan 8 yıl oldu, ondan artık belirlenmeydi de bekitilgan. Ama hazır biz kelayotgan savollarda, mayli Uyg'urlardan bo'lsin, mayli ba'zi Amerikalik do'stlarimizdan bo'lsin, Trump efendinin 2028 yılı chipish huquqi yana bormi deydigan bir savolni aytdi, ig'ir tug'ilyotdi. Buningga biz degan mushu 1951 yılı 2 ayının 27 günü ma'qullangan 22 amendment bo'yicha mümkün emas. Bo'lmaydi. Trump efendinin yana chipshiga. Ama Trump efendim intayin cho'ng ko'lamli bir o'zgarish elib berib 290 nefer kongresini, 67 senatorni ve 38 state'ning ma'qulligini ola olsa, u holda balkim bu 22 amendmentni o'zgartib, bu Donald J. Trump efendim 2028 yılı yana prezidentlik çapalishi mümkün. Ama hozirgi ahvolda mümkün emas. Ama o biz uchun muhim emas. Hozirgi bizga muhim bo'lgani Trump efendim mushu vazifaga o'tgandan keyin eng qattiq beyaram bo'layotgan davlatlarning biri Xitoy kommunist hokimiyati. Chunki Trump efendim ilgari prezidentlik vazifasini o'tayotgan mezgilida Xitoylarning savdo bojini intayin yuqori ko'tarib, hatta buning devlet tashqi ishlar ministri Pompeo efendim tunji qitim Uyg'urlar qarta elib berayotgan Xitoyning qirg'inchiligi irqiy qirg'inchilik deb jakalagan edi. Hozirgi xabarlardan qaraganda Pompeo efendimning bu qitim Trumpning yangi hukumat ichidan nihoyatda muhim vazifani, ya'ni davlat bexatarlik ishxonasining sekretari bo'lgan ehtimollikni anglayapmiz. Uning uchun biz asosiy qonunni mana shu Amerikaning o'xshash
fuqarolarga berilgan huquqni intayin cheksiz qilib bermagimiz lozim. Undan boshqa mening davomli ta'kidlab keladigan nihoyat muhim bir nuqtam bor. U bo'lsa-mu ozodlik bilan mustaqillik degan ikki so'zni bir qilib olish. Bu bir emas. Chunki mustaqil bo'lmay turibmi ozod yashash mumkin. Yana bir ta'kidlaymiz. Mustaqilligi bo'lmagan odamlarmi ozod yashalishi mumkin. Masalan, tashqi dunyoda demokrat davlat yashayotgan Uyg'urlar hozir ozod yashayotdi. Kundalik turmushi xatar ichida emas. Ular bir yerga so'loqliq emas. Ammo bu mustaqillikka erishgandan keyin ozodlikka erishgan bo'ladi. Lekin biz şu mustaqil bo'ladigan yaqin kelgusidagi davlatimizning asosiy qonunini yaxshi tuzmasak nima bo'ladi? U chaqda ma'lum bir kishi saylam orqali vazifaga o'tgandan keyin qat'iy tushkini unamay, u bir mustabid diktatorga aylangan chig'ida bu mustaqil bo'lgan davlatning fuqarolarimi azod yashayolmasligi mumkin. Uning uchun biz asosiy qonunimizga intayin muhim qilib fuqarolarning qo'ral setib olish ve onu öz ailesinde saklaştığını ibaret bundak bir maddeni çokum kirgizimiz hem kirgizyapmiz. Unda qilganchigimiz da biz devlet bilen fuqarolarning o'rtasidagi bu balansni, ya'ni o'zaro tangpo'liqni saqlaymiz. Agar ashundoq bir mustabid diktator chiqib vazifasini topshirmagan chig'ida xalq demokratik saylam orqali biz degan yuqoridagi saylash va saylash huquqidan foydalanib elitishga tirishadi. Agar uni elitamiz qanday qiladi? O halde xalq o'zidagi qurollar aşı hakimiyet içindeki armiya bilan taqobil to'g'idek darajaga erishadi. Bu davlatning tangpo'liqini saqlaydi. Uning uchun bizning tuzayotgan xalqimiz yo'llayotgan bu asosiy qonunimizda butunlay biz intayin navbatdagi 21-asrga uyg'un va davlatimiz xalqimizning kundalik turmush ahvoli, coğrafiyalik o'rniga qarab tuzilgan qonun bo'lg'achqa biz buningga intayin ko'p vaqt sarflaymiz. Shaxsan men buningga özümde ba iqtidorlarimda necha ming hassa kuchab material ko'rib, fikr elib, advokat savaqdoshlarim bilan ko'rishib, biz her bir modda ustida kech kunduz haftalab muzokaralar olib beryapmiz. Uning uchun bizning bu qitimki asosiy qonunimizda fuqarolarning qurol setib olish va qurollardan foydalanish, o'z oilasini saqlash huquqi bor deb belgilaymiz. Aziz qarindoshlarim, vatandoshlarim, mening demoqchi o'g'lim, biz Uyghur milleti, biz tarixte xonlik, xaqanlik devletlerini kurgan intayin güçlük bir akıllık, cesur bir milletinin evladı biz. Mesela biz ilgiriki tarihteki barlık, xaqanlik devletlerini demisek mi? Mesela Köktürk xanlığı, Uyghur devleti, Karahanlardan ibaret bu şu iki devlet bir xaqanlıkını misalga alsak mı? Bunun içindeki Uyghur devleti 744 yılı kurulup 1335 yılgacha, yani Uyghur devleti 744 yılı kurulup 1335 yılgacha cami 591 yıl hüküm sürgen. Yani 600 yılga, 6 asırga yakın hüküm sürgen bir aşında kudretlik bir devletini kurgan bir milletinin evlatları biz. Ama bugün günlükte nemiş kıdı? Biz tashqi dünyada xalqaro qonunlardan foydalanib, biz askar quramiz. Tashqi dunyoda butkul Uyg'urlarni uyg'otib, ularning bir taldan tashlagan ovozini chiqib, bir rais va shu orqali bir markaziy hukumat quramiz. Desak, nima deyotdi? Bular reallikdan chetnigan xiyolparastlar, kazzoblar, yolg'onchilar deb bizni ayblayotdi. Kim o'tirg'i chiqib öz millet namıda devlet kuruş ve tashqi dünyadaki xalqaro qonunlardan unumlik foydalanib, mana bu shunday asosiy qonunlarni tuzib ve onu xalqaroga o'nglatib, askar tuzib ve adliya sistemlarimizni qurib, biz devletimiz mustaqil bo'lganda darhol bu qonunlarimiz bilan berib, shu devletni xalqimiz toki rasmiy mustaqilligini qo'liga elib, tashqi zo'ravon kuchlarning hech qanday ta'siridan mustasna halda resmi saylam ilip baralıgıca biz muşun mevcut asası kanunlarımızdan berip devletini bir mezgil muşun merkezi hükümet mağdurdu desek, bunu ham hiyal, akmaydıgan, benginin hiyali,
Bular yolg'onchi kazzaplar derdi. Hey, bizning xalqimiz abayat yuqurdi bizni to'q. 744 yıldan 1335 yılgacha 591 yıl, yani 600 yıl yakın bir devlet kurup ve onu rivojlandırgan bir milletning evladı biz. Endi biz shuncha asrlar ilgari shunchalik kuchli devletni kurup uni 6 asrga yaqin mangdira bir milletning evlatları tutup bugungi kunlikda biz 21 asrda devletimizni asliga keltiramiz. Tashqi dunyoda askar quramiz. Biz orollarni setib milletimizning kuchi bilan u yerda biz askar yetishtiramiz desak, bular kazzab yolg'onchilar deyapti. Endi Xitoyning avtonomiyasi bizga bergan ayni vaqtdagi avtonomiyasi bo'yicha Xitoy o'zining gapida turib 80-yillardagi ahvolimizga kelib qo'ysa, u chaqda maylimi biz bu davoni tashib o'tamdik? Yo'q. Bu yerdagi masala dushman bizni mushu zaminning egisi Uyg'ur bo'lganligi uchun Uyg'urlarni eng ejallik obyektiv qilib qiryotdi. Lekin uning ichiga suvni leytib qozoq, qirg'iz, o'zbek, hatto bir qism xitoylarni ekirib solash orqali nima deyotdi? Ben bunu yalnız Uygurlarga qaratmadim. Men fan texnikaga yetishamagan dinni radikallarni yig'ilib o'qityapman. Ularga fan texnika bilimlarini berib, ularning hozirgi zamonga moslashish uchun men kuchayapman. Bu degan bir yig'ilib tarbiyalash kurslari, lager emas, deb xalqaroga jar silayotdi. Aziz vatandoshlarım, bizning mushu tashqi dunyoda turib askar qurish ve barlık Uygurlar bir taldan bilet taşıyaş arkalık bir reis ve bir merkezi hükümeti kuruş ve onun güçlük bir asasi kanunda turguzup çıkış. Bu hemimizden ortak vazifesi biz kılalaydıgan işler. Şunda kılgançığımızda biz hazırki taşkı dünyada 10-15 eden birleşip öz aldığı birden hükümet buluvagan milletimizden halkara sahindeki şerifi numusuga eğer derecede ziyaret tutkan bu hıldaki bir top kişilerini biz bütünley bir xalq süptide saylam arkalık emelden kaldıralayımız. Başka yol yok. Şunda kıgancığımızda bu kanunluk Uygur milletinin bir taldan taşlayan beltiler sayınıp çıkan bir reis ve bu arkalık kurulgan bu hükümet taşkı dünyada bizge vakaleten xalqarалық sahnelerde diplomatik münasebetlerini kanunluk elip baralaydı. Onun için bizden birleşmemiz, hemkarlaşmamız, ittifaklaşmamız bek mühim. Endi tövende biz özümüzdeki ilgili devam etiyotgan asasi kanunları tonuşturuş kısmımız gelsek, bugünkü biz tonuşturmakçı olan maddemiz devlet bayrağı ve devlet girbi, yani asasi kanunun 5. maddesi. Hemimizge ayan devletimizden bayrağı kök ay yıldızlı kök bayrak. Endi bizden devlet girbimiz olsa hilal ayının oğul tarafiga 9, sol tarafiga 9 tane çekit nokta koyulgan ve ular kelip en aslı birleşip bağlangan bir halet bulup bu 18 tane nokta ve çekit bizden aynı vakitteki memleketimiz topraklarda yaşayan 18 Türk kabilesinin simvoli. Onun aslıqqa bağlangan kısmı bularning ittifaqlığı ve hemkarlığını gösterdi. Şundaqla hilal ayının o'ttirsiga Öztekat bilen yazılgan Bismillahirrahmanirrahim deydigan bu ayet düşürülgen. Endi bularninki hilal ayınınki o'ttirsa yerge düşken yerge 3 tane çekit koyulgan bulup bu 3 tane çekit yani jultuz bu 3 tane jultuz nimeden denek gördü degen jada yukarıda biz degen Köktürk, Uygur devleti ve Karahanlar devletinden ibaret bu 3 çoğun Uygur tarihindeki devletlerini gösterdi. Ama muşu devletimizden bayrağı ve devletimizden girbi, yukarıda biz tanıştığındak, biz 33. yılı tüzülgen bu bayrak ve girbiga biz hürmet kıldık, himaye kıldık, şu buyu aldık. Ama bunu yana keyin kurulgan merkezi hükümet ve onun meclisi yoki kelgusidagi yaqin kelgusidagi xalqimiz to'liq mustaqilligini qo'liga olgandan keyin uningdan keyin buni xalqimiz bu davlatning bayrog'i bilan girbini o'zgartish huquqlari bor. Ama biz hozir yuqorida biz degandek 33 ve 44 yillardagi mana mushu ikki qitimliq hokimiyatimiz, hukumatimizning
eslimisi ve tarihi şerif için biz bu bayrak ve griblarga hiç çıkılmadık ve çıkılmayımız. Aziz milletim, biz Uygurlar bir millet bunu süptümüzde, yukarıda degende hakanlık devletlerini kurgan tarihte biz. Endi biz aşında kılımız desek bunun işenmevatkanlar numus kılaylı. Sizlerin bu zamanıvi inkılap kılımız, halkarağı maslışımız, biz Xitay'ın kollagan kişilik hukuk insan hakları davası ile biz asta müstakillik erişimiz davatısıyla hem bunu intayin ilgar dava dep oturup koyvatısıyla. Ama biz bir yerde kişilik hukuk insan hakları davası karşı emez. Ama o millet davasının hemmisi emez. Çünkü yukarıda biz degende düşman biz bu toprakның ilgisi bolganlygymız üçün kırıvatıdı. Onun için Uygur milleti öz millet namıda devletini eslige keltirip, onun için taşkı dünyada ittifaklaşıp, hemkarlaşıp, birlikte kol tutuşup, inkılap küreş kılış ve onun yolunu izlememiz lazım. Bu herkes bir neçimizden koldan kildiğen iş emez. Şuna Uygur halkı 50 yılını, 100 yılını aldığına köse o dört oğanlık emez. Eksince bu milletke mas keladigan, uygun keladigan bir qarash. Bizning milletimiz ana shunday jiroqni ko'ralaydigan, intayin aqlliq, jasur bir millet. Onun için milletimizning kelgisi uchun 50 yillik, 100 yillik planni tuzib o'ttirib qo'ygan shaxslarni qandaqdir yolg'onchi kazzab demay, u milletimizning an'anasiga, haqiqiy uning DNA qiniga vakillik qilayotgan ilg'or Uyg'urimiz deb turishingizlarni chin qalbimizdan iltimos qilamiz. Şu münasebetle hemimizlerine Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundan keyinki işlerimiz, inkılap ve küreşlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.